Aile muqaddas joy. Aile kichik bir jamiyat deydi dana xalqimiz. Bütün insoniyat jamiyatining daxlsizligimi uning mustahkamligiga bog'liq. Ailening insoniyat jamiyati bilan bog'liqligi uning zimmasidagi eng qutlug' vazifa hayotning abadiyligini avlodlarning davomlashishini kafolatga ega qilishda nihoyat ro'shan namoyanda bo'ladi. Aile xalqning, jamiyatning hayotiy turmushiga oid urf-odatlarini o'zida sinoqdan o'tkazadi. Yaxshilarni o'z bag'rida asrab, avaylab kelgusi avlodlarga yetkazadi. Islom manbalarida bola dunyoga kelmay turibla, uning kelajagi to'g'risida bosh qotirish kerakligi haqida ko'rsatmalar bor. Ailening zimmasidagi muqaddas burchlarning biri u ailening buyuk tarbiya uchi ekanligida namoyon bo'ladi. Aile o'z farzandlarini tarbiyalab, ularga umumiy insoniy qadr-qimmatni so'ndirish bilan ularga eng dastlabki ijtimoiy yo'linish tarbiyasi beradi. O'z farzandlarini zo'r iqimga, jamiyatga qo'shish bilan oila jamiyat yo'linishi, iqtisodiy, madaniyati va ma'rifatini belgilashga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Aile millatlar sharafini yuqori martabaga ko'taradigan narsa deb ta'kidlaydi dono kishilarimiz. Shundoq, aile nizomsiz bo'lsa, uning yomon oqibati butun millatga ta'sir ko'rsatadi. Va shu sababdan fazilatning o'rniga zalolat, taraqqiyotning o'rniga tuvanlik asos soladi. Shuning uchunmi sharqda oila qadimdan qadimga muqaddas qurg'on hisoblanib kelgan.